Assalomu alaykum akalar, to'g'ri bilasiz kuzatuvchilari. Andijon City'ga Business House domiga kelganmiz. Mana shu kvartiraga Umar Konsept jamoasi dizaynerskiy proyekt bo'yicha полный podключ qilishyapti ekan. Bizga sanuzliga dushovoy kabina qilib berishimizni aytishuvdi. Keldik, qilib berdik. Videoga bitta like bosib qo'ying, hozir obzorini qilib beraman. Kvartira ozgina besporядка, bu yerda hozir ishlar hali tugamagan, shunga e'tibor bermaysizlar. Biz qilib bergan ishimiz mana sanuzilda ko'rishingiz mumkin. Bizga dizaynini berishdi. Berilgan dizayn bo'yicha qilib berdik. Sanuzil ozgina tor ekan, kameraga sig'mayapti. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, dushimiz birli oq oynadan reflonli plyonkalar yopishtirib qilib berdik. Razyujnoy kupe holatda. Glavnisi kabinli mustahkam, ancha-munchaga sinmaydigan oyna. Ishlar yengil ochib yopiladi. Yoqdan bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aytsanglar bo'ladi. Buni har xil dizaynda qilsa bo'ladi. Buni har xili bor. Aloqaga chiqsanglar, ko'rsatamiz, tashlab beramiz, bemalol tanlab, zo'r qilib uстановка qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.